Onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi vrach onkologi Oybek Abdusattorovni qarshi oldik. Assalomu alaykum Oybek aka. Xush ko'rdik. Tong xayrli bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Onkologik kasalliklarning dastlabki belgilari qanday namoyon bo'ladi? Ushbu kasalliklarni oldini olish bo'yicha qanday tavsiyalar bera olasiz mutaxassis sifatida? Endi ijozat bersanglar, birinchi bo'lib kattalar onkologiyasi bilan bolalar onkologiyasini ozgina aytib o'tib ketsam farqini. Albatta. Kattalarning onkologiyasi bu hayoti davomida orttirilgan ya'ni har xil kanserogen omillar tufayli, zararli odatlar tufayli kelib chiqsa, bolalarda bo'lsa, bu embrional rivojlanish paytida, ya'ni homila paytida embrional to'qimalardan rivojlanadi. Onkologik kasalliklarni xususan bolalarda birinchi belgilaridan biri bu bolalar ko'p injiqlanishi, ya'ni tana massasini o'zidan o'zi kamayib ketishi, tana haroratini besababsiz ko'tarilishi va har xil dorilar vositasida tana haroratini tushmasligi, ko'p terlashi yoki bo'g'imlardagi, suyaklardagi og'riq, asosan kechasi kuzatiladigan og'riqlar va shunga o'xshagan simptomlar kuzatilsa, bolalarda ota-onalar ko'proq e'tibor berish kerak, ya'ni shifokorga tezroq murojaat qilish kerak, onkologik kasalliklarni o'tkazib yubormaslik maqsadida. Tushunarli. Demak, oldini olish bo'yicha mana shunday kasalliklarning profilaktikasi sifatida bolalarga biz qanday bir qoidalarga asoslangan holatda biz ularni parvarish qilishimiz kerak? Albatta, faqat onkologik kasalliklar emas, boshqa kasalliklarni ham oldini olish maqsadida insonlar yoki ularning farzandlari rejali ravishda har doim tekshiruvdan o'tib turishi kerak. Xususan bu onkologik kasalliklarga ham tegishli. Yuqorida aytib o'tilgan simptomlar kuzatilganda, albatta birinchi navbatda oilaviy poliklinikaga yoki har bitta viloyatda o'zini ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasi yoki shifoxonalari bo'ladi. Shularga vaqti bilan olib borib turish, umumiy qon analizlarini topshirish yoki organlar ultratovush tekshiruvini o'tkazish yoki shunga o'xshagan birlamchi tarmoqda o'tkaziladigan tekshiruvlarni qilib turish bu juda ham yaxshi. Agar o'sha paytda bolani bezovta qilmasdan turib, o'sha paytda bu kasallik aniqlansa, ya'ni erta bosqichlarda aniqlansa, uni tuzalish foizi yana ham yuqori bo'ladi. Faqat onkologik kasalliklar emas, boshqa kasalliklarga ham taalluqli. Endi aynan mana shu kasallikka chalinib, davolanish ishlarini amalga oshirib bo'lgandan keyin tuzalgan bolajonlarimiz bor, sog'lom hayotga qaytgan bolajonlarimiz bor. Mana shu chiroyli ko'rsatkichlar, statistika haqida ham ma'lumotlar berib o'ting. Statistika haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, yiliga O'zbekiston Respublikasida 20-25 ming, o'rtacha 20 ming, 25 ming aholi onkologik kasalliklar bilan kasallanadi. Buni 4,5% bolalarga to'g'ri keladi. Bu degani har yili O'zbekiston Respublikasida mingdan ortiq bolalarda birinchi bo'lib onkologik kasalliklar aniqlanadi. Bu onkologik kasalliklar aniqlangandan keyin agar ularga to'g'ri tashxis qo'yib, o'zini o'sha jahon standartlari bo'yicha davolansa, ya'ni o'sha hozirgi aytib o'tganimizdek erta bosqichlarda aniqlansa, ularning tuzalib ketish foizi ham yanada ko'payadi. Endi hozirgi dunyo statistikasi bo'yicha onkologik kasalliklardan tuzalgan bemorlarni foiz ekvivalentida aytadigan bo'lsak, dunyoda 70-80% da tuzalib ketish holatlari kuzatilmoqda. Bizning mamlakatda bo'lsa, bu ko'rsatkich 40-50%. Lekin hukumatimiz tomonidan aynan bolalar onkologiyasi markaziga 2030-yilgacha strategiya ishlab chiqilgan. Hukumat tomonidan bu belgilab berilgan. Bu ko'rsatkichni 80% ga yetkazish to'g'risida. Hozirda aynan shu ishlar bo'yicha bizning markazimizda ham juda ham jadal ishlar ketyapti. Juda soz. Yana bir savolim bor. Aynan hozirgi vaqtda ko'p eshityapmiz. Bolalarga beriladigan taomlarga keladigan bo'lsak, shirinliklarga keladigan bo'lsak, mana bu shirinlik, mana bu taom rak chaqiradi, insonning organizmiga juda katta zarari bor deyishgan holatlarni ham eshitganmiz. Haqiqatan ham bolalarga zararligini bilamiz. Lekin baribir ham ko'ngliga qarab turib beramizda. Buni isbotlangan holatlari ham bormi masalan? Haqiqatan ham mana bu oddiy holatda aytadigan tez tayyor bo'ladigan lapsha deyshadi-yu. Mana shuni ham ko'p juda ham katta zarar ekanligini hozirgi paytda aytishyapti. Albatta, bular hammasi zarar. Chunki bularning o'zi tarkibini qarasangiz, tabiiy narsa yo'q bular tarkibida.
Afsuski hozirgi ishlab chiqarilayotgan ko'p o'sha tez tayyor bo'ladigan mahsulotlar deysizmi yoki shunga o'xshagan mahsulotlarmi, ularni tarkibida GMO deyiladi. Shu modda bo'lganligi sababli u organizmga nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham bu juda katta zarar. O'shaning uchun ko'proq tabiiy mahsulotlar bilan ovqatlanishni shifokorlar tavsiya qiladi. Bolalarga ayniqsa har xil chipslar, gazli ichimliklar, shirinliklar unaqani me'yoridan ko'p berish, o'zi aslida umuman bermagan ma'qul. No, o'z aytganingizdek ularni qaysarligiga qarab bir kam miqdorda shirinlikdan bersa bo'ladi, lekin tavsiya bermaymiz albatta. Imkon qadar, lekin ruhiyat bilan bog'liqmi deb o'ylayman-da, Ma'mur aka, chunki hattoki saratonni yenggan insonlarni ham ko'rganman. Inson baribir o'zini o'zi ishontira olsa, men albatta tuzalaman desam, menimcha ancha-muncha kasalliklarni ham yengish mumkin. Lekin aksincha u xabarni eshitgandan keyin o'zini o'zi battar cho'ktiradigan, tushkunlikka tushiradigan insonlar ham ko'p. Ruhiyatga ham bog'liqmi? Albatta, ruhiyatga albatta bog'liq. O'shaning uchun har bitta kasallik bemor bilan shifokor suhbatlashayotganda, uni davolayotganda yoki operatsiya qilingandan keyin, operatsiyadan keyin u bilan individual shug'ullaniladi. Ya'ni uni tilini topib, qalbiga yo'l topib, shu orqali ham davolanadi. Buni ikkitasini guvohi bo'lganman shaxsan o'zim. Aynan tashxis qo'yilgan, ya'ni ikkita odamga tashxis qo'yilgan. Biri onkologik kasal edi, biri esa soppa-sog', lekin tashxis esa almashib qolgan. Soppa-sog' odamga onkologik kasalligini e'lon qilingan, onkologik kasallangan bemorga esa siz soppa-sog'siz deyilgan. Va qarangki, oradan yillar o'tsa, haligi sog' odam o'zini o'zi ichini yeb, siqilib, haqiqatdan ham dard boshqa tomonlama olamdan o'tib ketdi, lekin haligi onkologik kasalga uchragan odam o'zini bu kasalligi borligini bilmasdan turib ham, his qilmasdan turib ham, xullas bir tiyinga olmasdan oradan nechadir yil o'tib analiz javoblarida bu narsa yo'qligi aniqlangan ekanda. Yana ikkinchisi guvoh bo'lganim, ya'ni men ruhiyat haqida gapiryapman. Ikkinchisi ayollarga ham bog'liq bo'ladi. Endi ko'krak bezi onkologik kasalliklarga ko'p ayollar chalinganda, ularga ham shunaqa tashxis qo'yilganda, masalan, qo'pol qilayotganda bu narsani keyin esa yana borib takroriy tekshirganda, takroriy tekshirishda bu onkologik kasallik chiqmagan. O'zi aslida xatolik bo'lganda chiqmaganligi. Menda yo'q ekan deganda, lekin yil davomida yuraverib aslida tuzalib ketgan. Haqiqatan ham o'zi bor edi. Shokka tushgan doktorlar ham bor narsani nimaga qanaqasiga yo'q bo'lib ketishi mumkin. Katta rahmat. Chunki insonning ruhiyati ichidan o'zini o'zi davolash imkoniyati bor ekan. Mana shunday birinchi o'rinda. Shunday. O'zingizni eng muhimi asrang va ishontiring, siz kasal emassiz. Doimo oynaga qarab, men sog'lomman, men to'qman, men zo'rman degan so'zlarni har doim ayting. Katta rahmat erta tongdan ajoyib fikrlar, maslahatlar uchun. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Biz sizni kuzatib qo'yamiz. Marhamat, musiqalar bilan. Salomat bo'ling. Rahmat.